Assalomu alaykum. Aziz podpисчиклар, mana bu xonani topshirib olib, bu xonadagi narsalar mana shu ikkita joyga ko'chiramiz, koridor bilan vannaga. Ko'chirib, keyin mana bu smesdan naливной pol qilib, chiroyligan qilib mana bugun o'zi tugatamiz ikkita xonani, xudo xolasa. Arzimagan pulga gaplashsa, ish qilib bo'ladi, yaxshi. Xudo xolasa. Ishimiz davom etmoqda. Hozir mana bu katta musorlarni shpatel bilan qirib, keyin mana bu devo pilisot bilan bir pilisotga chiqamiz. Mana stog'on. Hamma joy bo'shatdik mana. Pilisoslagandan keyin bitta gruntopkalarni yaxshilab 2 soatdan keyin naливной qo'yiladi, xudo xolasa. Hamma narsani berib ko'chirdik mana. Hamma narsani ko'chirdik. Mana. Tinch bo'linglar, omadchilarga, hammalaringga. Jigarlarim, mana gruntovkani urib chiqdik. Yaxshilab ishlar qilib. Viza fontan penastal, inicialda вот. Смотри. Вот здесь, да. Вообще не делал. И вот здесь вообще не делал. Грунтовкani qilib chiqdik. Xudo xolasa mana pilisoslar chiqdik. Meni грунтовкani bosamiz. Asta-sekin mana bunday ketyapti. Ish protsessi davom etmoqda. Ish jarayoni davom etmoqda. Xudo xolasa mana zalifga qilamiz. Birodarlar, mana bunaqa lifehack. Agar mana naливной pol qilaman desanglar, mana shu netda taxtaga samarez qo'yib chiqasizlar-da, bu tomoniga shatayni qo'yib, shatayni ikkita samarezlar ustidan qotirasizlar. Bemalol kiyirsa bo'ladi. Mana bunday, mana qaydan boynaki naливной pol qo'yilgan polni ustiga spokойно yurilsa bo'ladi mana bunday. Поставь, Mish, поставь. Voy, mana bunday yuriladi mana. Bemalol spokойно bo'ladi. Ana shunaqa lifehack. Bilmaganlar. Buni o'zini narsasi bor, magazinga sotadi. Sal qimmatroq, lekin neudobni. Bu juda qulay bu. Oson yechasiz, oson kiyasiz. Juda ham oson narsa. Buni samarez 4ta 5ta samarez qo'yib qotirdingiz. Bu tomonni aylantirib, bitta shatay shunday qo'yasiz ustiga, ikkita samarez bilan soch mana bunday bo'ladi. Shatay mana bunday qo'yiladi-da. Bu yerdan bitta samarez, bu yerdan bitta samarez. Shatay tursa, ko'p tursa 150 so'm 200 rubl turadi. Buni o'zini nimasini olaman desa, juda qimmat narsa. Shippa kiyildi bo'ldi, bosasiz, spokойно kiyib, ichishi ham, kiyishi ham oson-da buni. Ana shunaqa lifehack. Men kofechan ishlar, ichib, narsa qilib o'tirmizdan shu hozir boshlaymiz, xudo xolasa. Polimiz ham shankillab qotdi mana. Yaxshi qotgan polimiz. Gruntovka 2 soatlab bo'lib tutganmiz ana. Tinch bo'linglar, hammalaringizga omad. Ana shunaqa narsa bo'ladi-da mana. Shatay bilan qotirildi. Endi baquvvatga mana hamma joydan qotirilgan. Spokойно kiyurasiz mana. Yurib spokойно yuriladi. Boynanki qo'ygan rastvoringiz oyog'ingizga ham tegmaydi, spokойно uzmaysiz ham mana. Suvni ichib spokойно yurasiz. Bemalol yurasiz. Xullas kalom. Ana shunaqa lifehack. Mana naливной polam, xudo xolasa bitta xona tugadi. Mana boynaki yasagan tapchikamiz. Juda ham qulay narsalar yurishga. Ishlaringizga omad. Hammaning ishiga omad. Ana buni naливной pol qildik. Xudo xolasa mana. Mana ikkinchi xonani ham xudo xolasa tugatdik. İkinci xonasini ham tugatdik. Birinchi xonani tugatdik. İkinci xona. Mana shu naливной pol deyiladi do'stlarim.
Yani ko'pchilikki biladi-da, shunchaki aytolmayman. Bilmaganlar. Sog' bo'linglar.